Open byudjetdan yutilgan. Xudo xolasa mana shu mahallamiz mana aslida tadbirkorimiz qurmagan. Bolalar futbol bo'lgan, o'ynashyapti. Tunikasini to'liq yopib berganmiz. Tunikasigacha yopib berdik. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Xudo xolasa Jo'standart asosida qurilgan stadionimizga kelganmiz. Eniga 24 metr, uzunasiga 42 metr. Endi buni konteynerdan ham qurib o'tsa bo'ladi. Bo'lgan fermalarimiz orasida 420 dan haqiqiy Jo'standart bo'yicha Jo'st bergan materiallar. Mana tashqarisini qattiq ko'rsatamiz. 12 ga 8, hop, bunimiz 10 ga 5, ichkaridagilari 6 ga 4. Shunaqa profillardan qilib qurib bitkazib berilgan. Bu asosan xizmat haqiga qilib berilgan. Ha, xizmat haqiga qilib berilgan. Hop, qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan? Beramiz xizmat haqisi 140 million so'm bo'lgan. Hop, Firma asosida ishladik, xudo xolasa. Hamma tomonlama bu yerda firma asosida deganimizda shot. Ha, shot usulda shunaqa. Albatta. Naqd pulga bundan arzonroq bo'ladi. Naqd pulga ozmoz arzonroq bo'ladi. Firma o'zimizda bor. Hop, xudo xolasa. Endi bu yerda ketgan, to'liq materiallarni olib bergan, tepada ko'rsanglar va galka bo'ldi, hamma narsasini olib bergan. Bizdan faqat xizmat haqisi bo'lgan tunikasini to'liq yopib berganmiz. Tunikasigacha yopib berilgan. Tunikasigacha yopib berganmiz. Faqat bu yerda bizni qilmagan bitta ishimiz bormi? To'r setkalarni tortib bermadik. Ha, bu tepadagi to'r setka bilan bu setkani tortmadinglar. Yo'q, buni tortmadik. Lekin bu tilbalar tortilgan. Aha, albatta, hammasi tortilgan. Yo'q, qolgan hammasi mana oldi orqalari to'liq yopildi. Xudo xolasa mana bolalarimiz maza qilib o'ynab yuribdi, to'g'risi. Endi buni konteynerdan ham qurib o'tsa bo'ladi, do'stim. Shuni ham bir maslahat berib o'tib ketaylik. Hop. Shu stadionda konteynerdan qilsa bo'ladi. Aha, xuddi shu. Jo'stdan o'tadimi, o'tmaydimi? Jo'stdan yo'q, o'tmaydi. Jo'stdan bozor temir o'tadi. Ha, Jo'stdan bozor temir o'tadi. Hop. Jo'st bo'yicha kimdir bu qilib beradigan, misol, chizmasi deymizmi, proyektda deymizmi? Yo'q. Lekin sizda bu narsaning shabloni bor. Bor. Xuddi mana shu holatda qilib beramiz. Albatta. To'g'rimi? Santimetrgacha ketadigan razmerlar hammasi bor o'zimizda, proyekt bo'yicha. Shu bo'yicha ishlab o'tganmiz. Buni ko'rsanglar, arkalarimiz orasi 4 metrga tushgan. Hop, 4 metrga. Rekalarimiz 1.10 ga qo'yib berilgan. Hamma yo'q, mana dizaynlarni ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Do'stim. Xudo xolasa vaqt qilib ishlangan. Xo'p, sizlar buni qilib berdinglar, tunikasigacha yopib berdinglar, chimi qolyapti. Chimini ham yopadigan, misol, chimni bosadigan odamlar, tanishlar bor. Bor. Yoki da o'zlaringiz qilib berasizlar. Yo o'zinglarsiz o'zimiz qilib beramiz. Yo bo'lmasa maslahat beradigan insonlarimiz ham bor. Xullas, betoni-yu mana shu Jo'stdan o'tadigan holatda qilib, to'g'rimi? Shu buni ham o'zingiz olib keling desa. Materialni olib keldingiz, betonni qo'ydingiz, chimini yopdingiz, xo'sh, hamma yo'qni qilaverasiz. Kelishuv asosida. Temirini o'zingiz olib keling desa, o'zimiz ham olib kelaveramiz. Ha, xohlasa o'zi olib bersin, xohlasa o'zi olib kelsin. Albatta. Bu yerimiz endi aslida tadbirkorimiz qurmagan. Bolalar futbol o'ynashyapti, maktabni joyi bu yer. Open byudjet degan, xudo xolasa xalqimizga ancha manfaatli bo'lyapti. Open byudjetdan yutilgan, xudo xolasa mana shu mahallamiz. Mana shu sababli bolalar quvnoq o'ynayapti-da. Open byudjet orqali qilingan stadionimiz bu. Open byudjet orqali qilingan stadion. G'alatiz. Albatta. Xo'p, yana nima qilasizlar? Yana har xil turdagi, misol uchun tom, naves, molxona, qo'yxona ketaveradi. Bu yoqqa temirdan nimaki bor. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, eshityapsizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Adashib qolmaysizlar degan umiddamiz. Albatta. Sog' bo'ling.